Do'stlar, buni bitta ko'ringlar. $5000, 386.268 rubl. Zolotoy Karnadan. Bilaman, ko'plab Rossiyadagi yurtdoshlarimiz Zolotoy Karnadan O'zbekistonga pul jo'natadi. Hozirda sizga 387.000 pulingiz bo'lsa, siz $5000 pulingiz bor degan. Ha do'stlar, biz endi ko'proq pul ishlashimiz mumkin. Bundan 1 yil oldin 500 mingga $5000 bo'laydi va 500 mingdan ham oshiq edi. Dollar normali tushyapti. Hozir nimaga tushyapti? Rubl nimaga ko'tarilib ketdi, dollarga nisbatan ko'tarilib tushyapti. O'sha narsalar haqida batafsil bilish uchun videoni oxirigacha ko'ringlar va menga obuna bo'lib qo'yinglar, shunaqa ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun. Keyin buni do'stlaringizga ham yuborib qo'ysalaringiz, albatta foydali bo'ladi. Kelinglar do'stlar, nimaga dollar tushyapti? Xo'p, dollarning tushishi sababi birinchida AQSh, Isroil, Eron urushi bo'lyapti. Nimaga? Ularning urushining sababi ularga qanday ta'sir qilyapti? Bu ta'siri oldin rubl ko'tarilib ketganining sababi Rossiyaning neftiga sanksiyalar, Rossiyaga sanksiyalar ko'p edi. Hozir bu sanksiyalar mayda oxirigacha yumshatildi. Bu degani Rossiyaning neftiga talab oshmoqda va bir barrel neft, bu degani bir bochka neft hozirgi kunda $130 tashkil qilyapti va bu $200 gacha chiqishi mumkin deyapti. Agar dollar bir bochka neft $200 ga chiqib ketsa, dollar ancha yaxshigina tushadi. Bu degani $7000 gacha tushadi deyilyapti shu hafta oxirida. Shu nima desa bo'ladi? Oyda oxirigacha pullaringni jo'natmay turinglar, sababi dollar 7000 gacha tushishi mumkin. Bu degani 350 ming yoki 352 ming nima deydi, jo'natish haqqi bilan 352 minglar bo'lishi mumkin, $5000. Bu degani 705 ming yoki 710 ming pulingiz bo'lsa, siz o'zi $10,000 ishladingiz degani. Ha do'stlar, bu yangiliklarni hammaga jo'natib qo'yinglar, musofirdagilar obuna bo'lib qo'yinglar. Tez kunda bundan ham kuchli, bundan ham yaxshi, bundan ham a'lo ma'lumotlar bilan sizlar bilan bo'lishamiz. Menga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Fikrlaring ham qiziqmas, layklaring ham qiziqmas. Prosta obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi bunaqa foydali ma'lumotlarni ko'rish kerak, bilish kerak. Atak yoqmasa, keyin bir oydan keyinmi, 2 kundan keyinmi bir oy ko'ringlar, yoqmasa shuni atpeska qilib chiqib ketish qiyin emas. Shunaqa gaplar do'stlar. Musofirdagilar omon bo'linglar.